Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan navbatdagi video darsimizni boshlash arafasida turibmiz. Doimgidek bugun ham kompyuter tarmoqlari fanidan darsimizni davom ettiramiz. Bu gal ham juda ham qiziq texnologiyalardan biri Ethernet texnologiyasi haqida siz bilan gaplashamiz hamda bilganimizcha ma'lumotlarni yetkazishga sizga harakat qilamiz albatta. Darsimizni diqqat bilan kuzatib boring. Hamda darsimiz yuzasidan fikr mulohazalar bo'lsa albatta izohlarda qoldirishni unutmang. Boshladik. Ethernet tushunchasini menimcha balkim eshitgandirsiz. Menimcha internet emas, bu aynan Ethernet texnologiyasi. Ikkalasini adashtirib yubormang. Ethernet bu lokal tarmoqlarda ma'lumotlarni uzash uchun keng qo'llaniladigan texnologiya bo'lib, u tarmoqlar o'rtasida yuqori tezlikda ishonchli ulanishni ta'minlaydi. Ya'ni bu lokal tarmoqda, LAN tarmoqda qo'llaniladi deyapti. Biz lokal tarmoq nima ekanligi haqida menimcha birinchi darsimizda sizga aytganmiz, albatta o'sha darsni ham ko'rishingiz mumkin. Ethernet texnologiyasi 1970-yilda Xerox korporatsiyasida ishlab chiqilgan bo'lib, keyinchalik IEE ya'ni Institute of Electronics Engineer tomonidan standartlashtirilgan standart esa 802.3 standart hisoblanadi Ethernetda. Wi-Fi tarmog'i bilan ishlashda bilasiz qaysi standart edi? 802.11 standarti edi, to'g'rimi? Ethernetda esa 802.3 standartidan foydalanyapmiz. Ethernet asosiy xususiyatlari ma'lumot uzatish tezligi albatta. Dastlabki Ethernet 10 megabit sekund tezlikda ishlaganligi, keyinchalik fast Ethernet ya'ni 100 megabit sekundda, gigabit Ethernet, 1 gigabit, 10 gigabit Ethernet 10 gigabit sekundda ishlaganligi haqida versiyalar paydo bo'la boshlagan. Topologiyasi Ethernet dastlabki versiyalari shina topologiyasi ishlatilgan. Zamonaviy Ethernet tarmoqlarida yulduz topologiyasi asosida quriladi. Barcha qurilma markaziy switchga yoki routerga ulanadi. Topologiyalarni menimcha tarmoq topologiyalari mavzusida ham avvalgi mavzularimizda ham alohida aytib o'tganmiz. Demak, davom etamiz. Kadr frame tuzilishi, ya'ni bular qanday amalga oshiriladi? Ethernet ma'lumotlar frame kadr shaklida uzatiladi. Quyidagi kadrlar quyidagi qismlarda iborat. Xo'sh, qanaqa? MAC manzillar, ma'lumotlar maydoni, xatoliklarni tekshirish maydoni hisoblanadi. Qolaversa, CSMA ya'ni CD mexanizmi hisoblanadi. Ethernet tarmoqlar to'qnashuvlarni oldini olish uchun o'sha yuqoridagi CSMA CD mexanizmi qo'llaniladi bu yerda. Zamonaviy switch texnologiyasi tufayli CSMA va CD ishlatilishi deyarli yo'qoladi ko'pincha. Yo'qoldi hozirgi kunga kelib. Ethernet turlari fast Ethernet biz yuqorida aytganimizdek dastlabki paydo bo'lishi fast Ethernet, gigabit Ethernet hamda 10 gigabitli Ethernet. Bular endi tezliklar bilan birozgina bog'liq holat bu. Haligi ma'lumotlarni uzatishi, qanday shaklda, qancha tezlik bilan uzatish bilan bog'liqroq. Hamda oxirgisi power over Ethernet hisoblanadi. Bular internet orqali nafaqat ma'lumot, balki elektr quvvatini ham uzatish hisoblanadi. Rasmda ham o'sha Ethernetning ba'zi bir turlari grafiklarda keltirib o'tilgan. Fast Ethernet. Endi esa har bir joyga alohida to'xtalib chiqamiz. Fast Ethernet nima? Bu 100 megabit tezlikda ma'lumotni uzatish imkonini beruvchi Ethernet hisoblanadi. U 10 megabit tezlikka ega bo'lgan avvalgi Ethernet 10 base T texnologiyasi ancha tezroq ishlaydi. Ethernet i802.3u standarti bo'yicha ishlagandan keyin biz esingizda bo'lsa Wi-Fi standartidan bor edi, 802u, 802c standarti bor edi. Kategoriyalar bo'lingan edi. Fast Ethernet turlari ham o'ziga yarasha ma'lum bir turlarga bo'linib ketadi. Misol uchun 100 base TX juft o'ralgan MISIM orqali bajariladigan o'sha orqali ishlaydi. Keyingisi esa optik tog'lar ishlaydi. Ya'ni FX turi hisoblanadi bu. Optik tog'lar bo'lgandan keyin birozgina tezroq ishlaydi bu yerda. T4 tizimi eski tarmoqlar ishlash uchun 4 ta juft simli mis kabeldan foydalanadi. Biroz eskiroq bo'lgani uchun sifat darajasi pastroq bo'lishi mumkin. Ikkita juft sim orqali ishlaydigan variant ham bor. Bu T2 deb nomlanadi. Xo'p, xususiyatlari tezligi 10 megabit sekundgacha ishlaydi. Ruxsat etilgan kabellar Cat 5 yoki optik tog'larli kabellar. Kabellar mavzusida bu haqida menimcha to'xtalgan edik. Optik tog'larli kabel hamda o'sha Cat 5, Cat 6 kabellar haqida gaplashgandik. Maksimal segment uzunligi 100 metr, FX3 esa 400 metr, ya'ni yarim duplex yoki 2 kilometr to'liq duplex rejimida ham ishlashi mumkin bu narsa. Topologiya asosan yulduzsimon topologiya. Qo'llab-quvvatlanadi, yarim duplex yoki to'liq duplex qo'llab-quvvatlanadi. Bu mana shu rejimlarda ishlab chiqiladi. Gigabit Ethernet haqida. Gigabit Ethernet o'z nomini aytyapti.
rivojlangan turi hisoblanadi. Ethernet texnologiyasi 1 gigabit per sekund, ya'ni 1000 megabit tezlikda megabit sekund tezlikda ma'lumotlar uzatishni ta'minlaydi ko'pincha. Bu fast Ethernet tizimidan 10 barobar tezroq ishlaydi. Albatta, menimcha o'zingiz ham farqlagan bo'lsangiz kerak. Ishlash texnologiyasi hamda tezligi bilan nomi orqali ham farq qilib boryapti. Gigabit Ethernetning asosiy xususiyatlari: tezlik 10 megabit sekund, standartlar 802.3Z turiga mansub, bu yerda optik tolali, hamda 802.3AB, ya'ni mis simli uzatish Ethernet uzatish liniyalariga ega bo'ladi. Albatta, kabel turlari mis kabel Cat 5E, Cat 6, Cat 6A rejimi RJ45 orqali ulagich hisoblanadi. Optik tolali kabel bu aytganimizdek Minbase SX, Minbase LX texnologiyasi qo'llab-quvvatlaydi kabel turlari hisoblanadi. Backward compatibility 10-100 megabit Ethernet bilan mos keladi albatta. Foydalanish sohasi: korporativ tarmoqlar, data center va serverlar markazlari, internet provayderlar, infratuzilmalar, HD video oqim uzatish va katta hajmdagi ma'lumotlar almashinuvi hisoblanadi. Gigabit Ethernet hozirgi kunda eng keng tarqalgan tarmoq texnologiyalaridan biri bo'lib, korxona, uy tarmoqlari va data markazlarida keng foydalaniladi. Ya'ni umumiy holatda fast Ethernetdan ko'ra yaxshiroq. Shuning uchun korxona tashkilotlarida mana shu Ethernetdan ko'pincha foydalaniladi. Gigabit Ethernet afzalliklari: yuqori tezlik, barqaror ulanish, kengaytirilgan tarmoq o'tkazuvchanlik, mavjud Ethernet texnologiyalari bilan moslashuvchanlik, ya'ni moslik taqdim etadi. Arzon va yuqori samaradorlik. Kamchiliklar: kabel sifati, uzunligiga bog'liq cheklovlar, chunki kabellar o'zingiz ko'rdingiz qanaqa kabellardan foydalanish kerak. Ko'proq energiya sarfi, ba'zi eski qurilmalar bilan to'g'ri ishlamasligi ham mumkin. Mana shu jihatlarni inobatga olishimiz kerak. 10 gigabit Ethernet haqida ma'lumot. Bu endi birozgina anchagina o'sish bo'lyapti bu yerda. Yuqorida aytganimiz 10 megabit sekund emas, endi bu safar esa 10 gigabit sekund tezlikka erishgan Ethernet versiyasi hisoblanadi. Bu o'ziga yarasha 802AE, ya'ni AE standarti asosida ishlab chiqarilgan bo'lib, 2002-yildan boshlab qo'llanila boshlangan. 10 gigabit Ethernet hozirda yuqori tezlikda ishlaydigan tarmoq ma'lumotlar markazlari uchun standart hisoblanadi ko'pincha. Ya'ni Ethernet yuqori tezlikda ishlaydigan tarmoqlar va ma'lumotlar markazlari uchun deyapti. Yana qaytaramiz. Agar siz yuqori tezlik kam kechikish talab qiladigan muhitda ishlasangiz, 10 gigabit yaxshi tanlov bo'lishi mumkin. Kabellash: optik tolali kabellar, mis kabellar. Bu aytganimizdek ikkita texnologiyadan foydalaniladi kabellardan. Tarmoq diapazonli optik tolali kabellar yordamida 10 gigabit uzoq masofada ishlay oladi. Mis kabellar orqali qisqa masofalar, 100 metrgacha bo'lgan masofalarni o'zida qamrab oladi. Standartlar: e'tibor bering, standartlar ham o'z nomi bilan atalyapti. Ko'pincha 10 Gbase SR, ya'ni 10 gigabit bazasida SR texnologiya qisqa masofalar uchun, LR uzoq masofalar uchun, T degani 4 kabel orqali Cat 6A hamda Cat 7 kabellardan foydalangan uchun uzatiladi. 10 gigabit ning afzalliklari, ya'ni 10 megabit per sekundning afzalliklari: yuqori tezlik, kam kechikish, low latency deyiladi. Tarmoq samaradorligini oshirish, albatta, ayniqsa ma'lumotlar markazi va xizmatlar uchun qo'l keladi, chunki bu aytganimiz internet sifati tezligi balandroq. Qolaversa, o'sha kabellar mustahkam bo'lganligi uchun hozirgi texnologiyalarning mosligi 1 gigabit va boshqa Ethernet texnologiyalari ishlay oladi bemalol, ya'ni zamonaviy bo'lganligi uchun hamda imkoniyati keng bo'lganligi uchun qo'llab-quvvatlash hamda moslik darajasi birozgina bo'lsa-da yuqoriroq ekanligini aytib o'tib ketyapti. Kamchiligi: yuqori narx, albatta, ayniqsa optik tolali uskunalar qimmat bo'lishi mumkin. Tabiiy holat, samaradorlik hamda yuqori tezlik bo'lganligi uchun qurilmalar, unga ketadigan vositalar ham shunga yarasha qimmatroq bo'ladi. Quvvat sarfi ko'proq, ayniqsa 10 gigabit base T standarti mis kabellar ishlatilganda quvvat sarfi ko'proq bo'ladi. Sababi bilasiz, o'sha kabelda quvvat ko'proq talab etadigan kabellardan biri hisoblanib, qurilmalar ham shunga yarasha bo'ladi ko'pincha. PoE haqida ma'lumot: PoE Power over Ethernet hisoblanadi. Biz aytganimizdek, bu Ethernet tarmoq kabel orqali nafaqat ma'lumot uzatish, balki qurilmalarga elektr energiyasiga ham yetkazib berish imkonini beruvchi texnologiya hisoblanadi. PoE tarmoq infratuzilmasini soddalashtirish, qurilmalar qo'shimcha elektr ta'minotisiz ishlashini ta'minlash uchun qo'llaniladi. PoE Ethernet kabel orqali elektr quvvatini ta'minlash imkonini beruvchi texnologiya bo'lib, u qurilmalarni oson joylashtirish, tarmoq infratuzilmasini soddalashtirishga yordam beradi.
biz yuqorida ham aytib o'tdik, har bittasining kamchiligi, afzalligi, yuqori tezlikka erishish, samaradorlikka erishish haqida sizga aytib o'tgan edik. Bu ham ma'lum bir samaradorlikka erishishga yordam beradi albatta. POE qanday ishlaydi? POE texnologiyasi qanaqa ishlashi haqida Ethernet kabel Cat6, Cat5E, Cat6, Cat6A kabellar orqali amalga oshiriladi. 48 volt kuchlanishdagi elektr energiyasini uzatadi. POE tizimida quyida ikkita asosiy komponent mavjud. Birinchisi PSE, ya'ni Power Sourcing Equipment, elektr quvvatini ta'minlovchi, bu odatda POE switch hamda POE injektor hisoblanadi. PD, Power Device, ya'ni POE orqali quvvat oluvchi qurilmalar. Misol uchun bu yerda IP kameralar, Wi-Fi access pointlar, IP telefonlar, IoT qurilmalari, Internet of Things deyiladi, bilasiz. Aynan mana shu orqali biz o'sha quvvat oluvchi qurilmalar hisoblanadi, o'sha POE texnologiyasi yordamida. POE standarti va quvvat darajalari. Mana bu yerda har bitta standartlarni alohida keltirilgan, qanaqangi quvvatda ishlash haqida, maksimal quvvat qanaqa, kabel turi qanaqa, nima va qaysi holatlarda ishlash haqida grafikda ham keltirilgan. Va pastdagi grafikda esa umuman olganda buni qaysi qurilmalar o'z ichiga olish haqida ma'lumot berilgan. POEning afzalliklari qo'shimcha elektr kabellariga ehtiyoj yo'qligi, ya'ni o'zi quvvat manbai bo'lgani uchun, o'zi quvvat o'tkazganligi uchun bu amalga oshiriladi. O'rnatish va texnik xizmat oson bo'lishi, moslashuvchanlik, xavfsizlik. Albatta, umumiy qilib aytadigan bo'lsak, e'tibor bergan bo'lsak, korxona tashkilotlarida kamera o'rnatilgan bo'ladi. O'sha kamerada ham tok kelib turadi, ham aloqa liniyasi hisoblanadi. Aynan mana shu narsani nazorat qilyapti. POEdan foydalanish sohalari IP kameralar, bu hozir aytganimizdek, Wi-Fi routerlar, IP telefonlar, IoT va aqlli uy tizimlari ham mana shunga misol bo'la oladi bemalol. Ethernet texnologiyasi afzalliklari: tezlik va samaradorlik. Albatta, Ethernet texnologiyasi foydalangandan asosiy maqsad tezlik bo'ladi. Undan keyin esa albatta samaradorlik bo'lishi kerak. Narxning arzonligi, iloji boricha afzallik jihatdan arzonroq texnologiyadan foydalanishimiz kerakligi, oson sozlanishi, moslashuvchanlik, ishonchlilik, standartlashganlik, to'g'ridan-to'g'ri ulanish imkoniyatini berishi. Har bitta afzallik aynan mana shu texnologiyani to'g'ridan-to'g'ri qo'llab-quvvatlashga yordam beradi bizga. Standartlashganlik deganda 802.3 standart asosida ishlab chiqarilgan bu barcha Ethernet qurilmalari bir-biriga mos kelishini nazorat tutyapti. Ya'ni ayrim joylarda kabellar bir-biriga tushmasligi mumkin, lekin umumiy holatda texnologiya bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Ethernet texnologiyasi kamchiliklari: masofa cheklanganligi, kabellar bilan bog'liqlik, tarmoq tiqilishi, albatta kamchiligi ham bor o'ziga yarasha. Masofa cheklanishi, masalan, mis simli Ethernet aytyapti, 100 metr masofagacha uzatish imkoniyatini beradi. Shunchaki uzoq masofalarga uchun esa boshqa kabellardan foydalanishga to'g'ri keladi. Kabellarga bog'liqlik, hozir aytganimizdek, kabellarga umumiy moslashuvchanlik, qolaversa, muammo yuzaga kelmasligi uchun foydalanadi. Xo'p, davom etamiz. O'rnatish qiyinchiliklari, himoya qilish masalalari, collision, to'qnashuv muammosi, ya'ni an'anaviy Ethernet tarmoqlar ma'lumotlar to'qnashuvi yuzaga kelishi mumkin. Bu esa tarmoq samaradorligini pasaytiradi. Switchlar esa muammo hal qilgan bo'lsa-da, eski tizimlarda hanuz mavjud. Ya'ni muammolar ba'zi tizimlarda ikkinchi tizimlarga ham o'tib kelyapti, lekin hozir yangi texnologiyada bu maksimal darajada pasayishga erishgan. Kelajakda nimalar kutyapti bizni? Yuqori tezlik, optik to'lovlar va simsiz ulanish texnologiyasi, qolaversa sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlar, IoT va sanoat 4.0 texnologiyasi, Bluetooth so'z markazlarida ma'lumotlar markazlari, markazlashgan ma'lumotlar bazalarining qurilishi. Bu ham ma'lumotlar bilan tezkor ishlash imkoniyatini bizga taqdim etadi. Xulosa, biz yaqin daqiqalarda siz bilan o'sha Ethernet texnologiyasi haqida gaplashib o'tdik. Uning ishlashi, uning turlari hamda qanaqangi afzalliklari hamda kamchiliklari bor ekanligi haqida qisqacha bo'lsa ham ma'lumot berishga harakat qildik sizga. Albatta, siz ham o'z xulosalaringizni, fikr mulohazalaringizni bizga albatta bildiring. Biz esa albatta bunga javob berishga harakat qilamiz. Doimgidek 3 ta savolimiz bor. Siz Ethernet texnologiyasidan foydalanasizmi? Ethernetning qaysi turi samaraliroq sizningcha? Menimcha uni tahlil qildik. Albatta o'zingiz ham fikringizni bildirib qo'ying. Kelajakda Ethernetda qanday o'zgarishlar yuz berishi kutilmoqda? Kelajak bilan bog'langan holatda o'z fikrlaringizni albatta qoldirishingizni so'ragan bo'lardik. Xo'p, Ethernet texnologiyasi haqida yaqinda xodimimiz bilan Farhod Tursunov bo'ldi. Albatta, fikrlaringizni biz bilan bo'lishing, qoldiring. Biz qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bizga ham murojaat qilishingiz mumkin.
qolaversa ijtimoiy tarmoqdagi manzillarimiz orqali ham biz bilan bog'lanishingiz mumkin bo'ladi bemalol. Albatta sizni fikrlaringizni kutib qolamiz. Keyingi darslargacha ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling deymiz. Salomat bo'ling.